Assalomu alaykum barcha obunachilarimizga. Xo'p do'stlar, 20-aprel sanasida Samarqand moshina bozorida turibmiz. Yakshanba kunigi obzorlarimiz bo'ladi. Assalomu alaykum, Javohir aka, tinchmisiz? Sog'lom bo'lishimiz, charchamayapsizlar. Ishlar ketyaptimi? Xudoga shukr. Firdavs akamiz xizmat safardalar, o'rinlariga o'rinbosarlari Gutkars ofisimizda katta boshliq desak ham bo'ladi bu kishi mumkin. Xo'p do'stlar, ekranlar ostida telefon raqamlari bo'ladi. Avtokreditga, naqdga moshin oladigan bo'lsalaringiz, bemalol mana shu Gutkars ofisimizga murojaat qilishlaringiz mumkin do'stlar. Aka, xizmatlarimiz haqida bitta ma'lumot bersangiz. Xizmatlarimiz endi 2018 dan boshlab bu yog'ini avtokreditga chiqarib beryapmiz. Endi garovga qo'yib pul olib berishga 2020-yildan boshlab mashinalarga chiqarib beryapmiz 100 milliongacha. Endi Holatiga qarab, narxiga qarab. Narxining 80%ni chiqarib beradi bank. Masalan, mashina 100 millionlik bo'ladigan bo'lsa, 80 million chiqarib beradi bank. Endi bundan tashqari ipoteka xizmatlarimiz ham bor. Ipoteka xizmatlarida ipotekaga uy olib berishimiz mumkin. Uyda qo'yib garovga pul olib berishimiz mumkin. 300 milliondan 1 milliardgacha pul olib berishimiz mumkin. Bu faqat Samarqand shahar, tuman markazlari uchun xizmat ko'rsatamiz. 12 ta viloyatga qanday xizmatlarimiz bor? 12 ta viloyatga 2020-yildan boshlab barcha mashinalardan avtokreditga chiqarib beramiz. Xo'p, birlamchilarga qanday anavlarimiz bor hozirgi paytga? Hozirgi paytda faqatgina Damas'ni birlamchi qilib chiqarib beryapmiz salondan. Qolgan mashinalarga endi bu narxiga qarab, bozor narxiga qarab chiqarib beryapmiz avtokredit qilib. Birlamchiga qolgan mashinalarimiz yo'q. Hozircha faqat Damas'ni chiqarib beryapmiz. 12 Spa Tracker'da yarmini to'lasalar, qolgan yarmini 3 yilga foizsiz muddatga bo'lib berishga beryapmiz. Bo'lmasa yana telefon qilishsa to'liq ma'lumot berib, qo'ldan kelgancha yordam berib, arzonlashtirib yordam beramiz. O'rtacha masalan Damas olaman degan akalarimiz bo'lsa, yo Labo olaman degan akalarimizga qancha pul bo'lishi kerak boshlang'ichiga? Damas olaman degan obunachilarga $500, $700 ham yetadi. Labo olmoqchi bo'lsalar, Laboga kami $1000 pullari bo'lishi kerak. Xo'p, qancha pul bo'lishi kerak deyapsiz? Labo olish uchun kamida $1000 puli bo'lishlari kerak. Chunki Labo'imizning narxlari balandligi uchun shunaqa bo'lyapti. O'rtacha masalan $1000 puli bo'lsa, assortiment ham kattaroq ham bo'ladi, mashina ko'proq bo'ladi. Imkoniyat ko'proq bo'ladi. Xo'p. Bizlarni kuzatib borish esdan chiqmasin do'stlar. Ekranlar ostida telefon raqamlariga aloqaga chiqamiz. Yaqinda nima deysiz? Bir gift konkurs qilib o'tkazamizmi? Aka, nima deysiz? Firdavs aka qaysilar? Ertangi videomizda aniq to'liq ma'lumot beramiz. Xudo xolasa 130 mingga Damas olib kelishlari mumkin. O'rtacha shunday qilib, o'rtacha 400 kishiga o'yin qilamiz do'stlar. O'yin bo'ladi. Xudo xolasa bu video davomida ertaga xudo xolasa qiziqarli to'liqroq ma'lumot beramiz, sal qiziq bo'lishi uchun. Bizlarga obuna bo'lish esdan chiqmasin do'stlar. Like, podpiska esdan chiqmasin. To'liq ma'lumot, telefon raqamlariga aloqaga chiqib, yana to'liq ma'lumot olamiz. Akamiz qo'ldan kelgancha yordam berib, sizlarga xizmat ko'rsatadilar. Sog'. Xo'p do'stlar, navbatdagi videolarimiz Damazlardan bo'ladi. Kanalimizga obuna bo'lib, like bosish esdan chiqmasin. Telegram kanalimizga obuna bo'lish esdan chiqmasin do'stlar. Sam Avtobozor degan adpisaniyada silka qoldirganman. O'sha yerdan o'tishlaringiz ham mumkin. Yana Telegramga kommentariydan yozib qo'yaman. Bemalol o'tib kanalimga obuna bo'lishlaringiz mumkin do'stlar. Qobil Narzullayev kanali, mana obunachilarimiz ham kanalda so'rab yurishibdi. Bemalol o'tib, xudo xolasa ertaga bitta gift konkurs o'tkazish niyatimiz rejalashtiryapmiz, hali u emas. Telegram kanalimizga obuna bo'lasizlar, batafsil ma'lumotlarni berib boraveramiz do'stlar. Videolarni kuzatishda davom etamiz. Boshladik. Xo'p, Javohir aka, Damas olib chiqibsiz a? Ha, Damas. Yil necha ekan aka buni? 23, ikkita pitnosi bor, propan gazda 27 ta yurgan. Yaxshi, ideal holatda mashina. Ideal holatda. 4 ta karmetal baloni, 13 lik diska balon, 4 ta yangi balon qo'yilgan. Narxni kelishtirib chiroyli qilib beramizmi bugun? Chiroyli qilib beramiz. Xo'p, 2023-yilda ishlab chiqarilgan Damas 2 oq rangda, ikkita joyda petnos bor ekan, kelib ko'rib tekshirib olasizlar. 13 lik karmetal diska balonlar holati yaxshi holatda, orqonlar tonirovka. Aytgancha polni shunka ekan, mashina. Shunka bo'lgan polni. Bitta telefonni olasizmi? Pulni nech puldagi? Kojin napishkalarda polik, rezin polik barlari bor ekan. 27 ming probegda mashinamiz. Kataloglarga ham kojin material tortilgan.
Hech qayerda hech qanday muammosi yo'q, ha? Yo'q, yo'q. Oladi minadi. Motor korobka zadniy moslari cho'tkan. Ha, yon holatlari. Propan gazda. Yo'shtirlar kesilmagan. Ishimiz yon holatlari. Zapaskalarimiz ham shu yerda. Irqlar o'chgan. Xo'p, bu mashinamiz Gutkarz ofisimizdan turibdi, o'z bozorga olib chiqdik. Bir bozorda ko'rsin deb, ha? Aha. Narxiga kelsak aka? 6700 so'rayapmiz, kelishtirib beramiz. Avtokreditga olmoqchi bo'lsalar, $600 bilan chiqarib beramiz. Oylik to'lovlari haqida ma'lumot berib o'tib ketamiz. 5 yilga 3 milliondan chiqadi. 3 yilga olaman desalar 4 milliondan chiqadi. Yana telefon qilishsa, to'liq ma'lumot berib kelishishimiz ham mumkinmi? Yana telefon qilishsa? Kelishtirib beramiz. Narxini oxiri taqilganini 6300 qilib beramiz. Ha, taqalgan narxi $6300 ga naqdga olib ketsalar bo'ladi. Olib ketsa bo'ladi. Ataga $600 bilan avtokreditga bemalol olib ketishlari mumkin. Bo'ldi, ekranlar ostidagi telefon raqamlariga aloqaga chiqib, ofisimiz bilan bemalol bog'lanib, mashinani ko'rib, yana savdolashib olasizlar do'stlar. Qiziqqanlar aloqaga chiqamiz. Mana obunachilarimiz YouTube kanalimizga chiqmoqchi ekanlar. Qayerdansiz aka? Urgutdan. Uyga borib ko'rasiz, xudo xolasa. Mayli. Navbatdagi Damazimiz Damas 2 oq rangda 2015-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Kraska kapalaksiyada deyapsizmi aka? Bitta mana shunda. Mana kapalasi, keyin ozgina o'tgan ketmadi. Boshqa joyga javob beramiz. Javob. Xo'p, ko'rib chiqamiz bo'lmasa, 13lik Vosten diska balonlar. Yaxshi balonlar yangi holatda. Shumka polni. Shumka bo'ladi. Xo'p, kozina apshifkalarda mashinamiz. Kozina apshifkalarda paradlari ham koja, polik, rezin polik, chihol, ballar bor ekan, rollarda ham chihollari bor. 156 ming probek. Patologlar polni. Material tortilgan, stoykalar ham kozina material tortilgan ekan. Aka motor korobka moslari. Kamchilik yo'q. Gaziga kelsa. Metan gaz. Hech qayerda hech qanday muammosi yo'q. Olib minadigan darajadan kelib ko'rib, tekshirib metan gazlari. Ishimiz yon holatlari. Bitta ko'raylik. Oyoq qo'yadigan dugalari ham bor ekan. Oq koja tortilgan mashinamizda do'stlar, aytib o'taman. Shunisi ham qanaqa. Aka qayerda mashina ekan? Astarg'om Juma. Astarg'om Juma. Buxoroniki, biz olib sotamiz. Ha, tirikchilikda. O'zi Astarg'om Jumadan xohlagan dokumenti bo'ladi. Ha, o'zi Astarg'om Jumada yuribdi, qisqasi shu yerdan kelib olib ketishlari mumkin. Narxiga kelsak aka? Narxi shtir sanasa $4800 beramiz. Undan pasiga umuman bir so'm bo'ladi. Kelisha olmaymizmi? Yana bir 100-200 ga kelishlar, kelsa real olaman deb kelsa. Shu pul bo'lsa qilamiz. Iloji boricha shu 4800 kamroq qilib bersa ham telefon qilib kelaversin, ha? Shunday. Kelisha olarmizmi? Sharoitiga qarab, muomalasiga qarab. Qanaqa variantlar qilib bera olamiz aka? Variant aka uzog'i 1 oy, 1,5 oyda. Yetmaganiga, ha? 1 oy, 1,5 oygacha. Telefon raqamingiz? 93lik 93lik kod 913 2092 telefon raqamlariga aloqaga chiqib, mashinani ko'rib, yana savdolashib olamiz do'stlar. Navbatdagi Damazimiz Damas 2 oq rangda 2017-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Kraska holati aka? Kraskasi toza aka. Aha. Ikkita petnochasi bor. Aha. Mana shu. Mana shu yerda ikkita petno bor, qisqasi boshqa joylarda yo'q. Kelib ko'rib tekshirib olishlari mumkin ustalar bilan, ha. Xo'p, 13lik karmetal diska balon, yaxki balonlar yangi holatda ekan. Shumkalari yo'q. Qolgan joyga javob beramiz aka, 100%. Zavod apshifkalarda polik chihollar zavod ekan, rezin poliklari bor ekan. Xo'p, 174 ming probegda mashinamiz, pultlari ham bor. Patologlari ham standart holatda ekan. Holati yomon emas. Motor korobka mostiga kelsak aka.
Kamchiligi yo'q. 80-90 100 bemalol, ha? Gaz qo'yilgan ekanmi, yo'qmi? Benzinda ham muammosi yuradi. Metan gaz qo'yilgan, o'rnatilgan mashinamizda benzinda ham bemalol yurar ekan. Muammosi yo'q hech qanday. Oyoq qo'yadigan dugalari bor ekan mashinamizda. Ketdiga. Yeni nechi bo'ladi? Orqa salon holatlari. Valo qaysi to'g'ri tiklanganlik tabii. Vamos, vamos. Bunu sakin verelim. Holatli yon emas mashinamizda. Yon holatlari. Aka qayerda mashina ekan? Buxoroniki, asli. Aha, tagi Buxoro mashina. Tirikchilik. Xo'p, Tiriksim qolsa beraveramiz. Pastarxon Jumada o'zimiz. yuribdi mashina shu yerda. Narxiga kelsak, Narxi aka 5,5 yerdan kami bor. 5 dan pastga gaplashamizmi? 5 dan pastiga emas, shu atroflarda gapirsak bo'ladi. 5larga naq shitirlarga olib ketsinmi? Aka nimaga deganda 5200larga, 19larda olib ketyapti. Holati yomon emas ekan. Bo'ladi. 5000 puli borlar telefon qilaversin, ha? Xo'p, qanaqa variant qila olamiz agar mabodo kelisha olgan holat? Hatto 10 kunda kelgan bunlar. Bir oylarga kelisha olamizmi? Uzog'i bir oy agar 1002 dan yetmay qolsa. Sharoitiga qarab, ha? Telefon raqam ayting. 97 97lik kod 613 613 56 65. 56 65 telefon raqamlariga aloqaga chiqib, mashinani ko'rib, yana savdolashib olasizlar do'stlar. Aloqaga chiqamiz qiziqqanlar. Navbatdagi Damazimiz Damas 2 oq rangda 2020 ga 21 kuzov ekan do'stlar. Yili 20 kuzov 21. Kraskaga nima deymiz aka? Kraska fitno bor eshik tagida, kirlan tagida. Qo'l deyishingmi? Yo'q, o'rta eshik. Xo'p. Mana bu kirlomi? Qaysi orqa kirlomi? Mana shu yer sal turtilgan. Uni bir xil bo'lsin deb bunday sepilgan keyin. Ha. Yarimidan yo'q ekan. Qiribganda. Bo'ldi, yana kelib ko'rib tekshirib olishadi. Bu yerda yo'q. 13 lik karmetal diska balon, yaxshi balonlar holat pastda yangida turibdi, nikel xrom, letrik bor. Shunda yo'q. Zavod obshivka, polik, rezin polik, chexol barlari bor ekan, rullarda ham chexollari bor. 75 ming yurgan ekan mashinamiz. Katta barlar qo'yilgan. Patologlarga material tortilgan. Motor korobka most. Orqanlar tonirovka, motor korobka mosti ideal holatda ekan. Gazlari metan. Qo'llari polni shumka deyapsiz, ha? Ha, qoli shumka. Polni shumka qilingan. Metan gazimiz. Shunday holatlari. Kelib ko'rib, tekshirib, bemalol haydab ketishsa ham bo'ladi, ha? Yana kolonka. 21 kuzov. Xo'p, aka, mashina qayerda ekan? Astarg'om. Astarg'omning mashina narxi 6 ming so'rayapmiz, kelishtiramiz. 20 ga 6. Ha, 21 bo'lganda ham 6 balandda aka. 6300 sotildi 19. Endi u sotilganlarga shu bir puli ko'p Rossiyadan hozir kelgan ekanda deydi-ku. Faqat saloniga zo'r xarajat qilgan ekan, shu 6300 sotildi. Ha, shu ko'ngli jiz etganligi uchun tortib ketibdi-da. Endi siz 6000 ga sotaman deb turibsizlar. Yo'q, aytilishida. Endi baribir aytilgan pulni bermaydi. Naq pul bilan kelsa agar o'rtacha 5400 lardan boshlab ko'ramiz. Savdo qilamiz aka, 5600 ga beramiz. 5,5 ga olib ketaverishsin, bemalol bemalol kelib, ha? Pul bo'lsa beraveramiz. Bemalol kelib 5,5 ming dollarga mana shu mashinani olib ketishlaringiz mumkin ekan do'stlar. Faqat naq pulga kami yo'q lekin. kam o'tolmaysiz. Ilojimiz yo'q. Bo'lishi oxirini aytdimda. Yetmaganiga qanday variant qilib bera olamiz? Mabodo. Yetmaganiga bir oy qarab turamiz mayli. 4000 puli bo'lsa, bemalol telefon qilaversanmi? 3,5 ming, 4000. Bo'ladi. Bir oyga qilib beraman desa bo'ldi, ha? Bo'ladi. Mana shu mashinani Good Cars ofisimizga murojaat qilishlaringiz mumkin do'stlar. Avtokreditga bemalol olib ketishlari ham mumkin. O'rtacha shu 1000 dollarga bormasa kerak menimcha. Boshlang'ich yana telefon qilasizlar, to'liq ma'lumot berishadi. Xo'p, aka bo'lmasa qolgan variantlarimiz shu. Bundan boshqa ilojimiz yo'q. Bir oy nasiya. Telefon. Ha, unisi 99lik 99lik kod 261 261 0966. 0966 telefon raqamlariga aloqaga chiqib, mashinani ko'rib savdolashib olamiz do'stlar. Navbatdagi Damazimiz Damaz 1 qizil rangda 1999-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Kraskasiga nima deymiz aka? Joyga borlik.
Foizi qancha bir 30-40 ga bormi, qanday? 30-40% kraskalar bor ekan, yana kelib ko'rib tekshirib olamiz. 13 lik yevro diskalar, qalpak taqilgan, myaxki bomlar holatda 4 ta holat. Orqa o'yinlar tonirovka, Fiatlar oynalar oldlarida vetrovik nikel xromlari bor. Shumkalari yo'q. Kojuni salon ekan, hamshikalarda. Polik, rezin polik, 7 da poliklar bor. Chixol barlari bor ekan, damazlik kurullar. Labo speedometrlar qo'yilgan. Soykalar polni koja patologlariga material tortilgan ekan mashinamizda. Xo'p, endi probeg so'ramaymiz bu mashinani. Aka, motor коробка mosti. Motor коробка most. 80-90 muammo yo'q. Aha. Qisqasi motor коробка mostiga hech qanday muammosi yo'q. Ha, mostiga nechida bor aka? Ha, 70 dan keyin mostda ovoz bor ekan. Gazi? Gazi metanmi? Gazi metan ekan. Shuni kelib ko'rib yana savdolashib olasizlar do'stlar. Arzonroq variantga metan gazlari bor ekan. Mostiga shu anig'i shu 70 dan keyin ovoz bor ekan. Yana kelib ko'rib haydab ko'rasizlar. Motor korobkalari yaxshi deyaptilar. O'rtacha 40% kraskalari bor. Oyoq qo'yadigan begalari bor. Dehqonchilikka olib minamiz degan akalar bo'lsa, shu ish-pishlarni oldini ko'raman degan akalar arzonroq variantga Damas minamiz degan qisqachasi Erkasi kojon tagida. Zigzag holatlariga bitta baho berib qo'yamiz do'stlar. Xo'p, aka qayerda mashina ekan? Mashina. Urgutdi mashina. Narxiga kelsak. $1700 o'tib beramiz. Shtriga sanasi shu 400 larga olib ketsinmi? 1400 ga olib ketaversin. Yetmaganiga nima qilamiz? Menga shtriga bo'lsa qolganini. Yo, menga shtriga bor, masalan, qolgani $400 ni bo'ladimi? Menga naqd bo'lsa yo'qni gaplashaveramiz, ha? Telefon raqami ayting aka. 91lik kod 298 57 telefon raqamlariga aloqaga chiqib, mashinani kelib ko'rib, yana savdolashib olib ketasizlar do'stlar. $1400 bemalol olib ketishlaringiz mumkin. Navbatdagi Damazimiz Damas 2 oq rangda 2011-yilda ishlab chiqarilgan ekan, kraska holati. 30% kraskalari bor. Oldin orqa butun. Aha, kelib ko'rib tekshirib olishadi. Xo'p, 13lik karbital diska baloni, yaxki balonlari yangi holatda turibdi. 4 ta balonlari ham bir xil ideal holatda. Orqalar tonirovka, vetrovik, nikel xromchalari bor. Shunga ham ozroq bor menimcha, 4 ta eshigidami aka? Yo'q, bor. Shunga kojun apshikalarda polik, rezin polik, chixol barlari bor ekan. Salon polni koja qilingan, stoykalari, patologlarigacha. Xo'p, yurganiga kelsak 219 ming probegda gerb laboylar qo'yilgan mashinamizda. Bar-mar hamma narsa bor. Aka, motor коробка mosti. Mostda umuman ovoz yo'q aka. Aha. Korobkasi ham yo'q, motor yaqina qilingan. Qisqasi motor коробка mosti muammo yo'q. Gaziga kelsak. Metan. Metan gaz. Metan gazimiz. Shu yon holatlari. Yo'q qo'yadigan dugalari ham bor ekan. Bitta ko'raylik to'g'ri. Huzurda bezovta qildik. Salon. Salonlar ideal holatda do'stlar. Shuni kelib ko'rib, yana tekshirib, haydab ko'rib olib ketasizlar. Endi shu 30-40% kraskasi sifatida holatiga kelsak yomon emas. Aka, mashina qayerdaki? Charxin. Samarqand Charxin. Narxiga kelsak. Narxi 4300 deyapsiz kelishadi. Balandku? Hay, kelishayotgan joyi. Yili 11, kraska bor. Naqd pul bilan kelsa bir 3300 lardan boshlab ko'ramiz aka. Siz baland aytyapsiz. Ancha baland. Bo'lishini aytaymi? Ayting. 3800. 3,5 ga olib ketdi. 3800 o'zi shu bo'lib qoladi. Kelsa kelishamizmi yana? 100 o'tamiz. Kelsa yana kelishib ko'ramiz. 3,5 lar ham yomon narx emas, shu 3600, 3,5 lar kelisha oladi. 1700 qismida. Ha, 3700 lar bo'lsa yana gaplashib ko'ramiz, ha. Bo'lmasa shu 3600, 3,5 ming pul bilan kelaversin, 100, 200 ni o'zimiz kelishib olamiz. Qanaqa variantlar qilib bera olamiz aka?
Variant endi 1 oy yetmaganga ozginasiga tutamiz. Bo'lmasa narx. Boshqa variantlarimiz yo'q. Telefon raqamingiz 98lik 98lik kod 306 306 57 57 77. 77 telefon raqamlariga aloqaga chiqib, mashinani ko'rib, yana savdolashib olamiz do'stlar. Bir oygacha yetmaganning iloji bor ekan, aloqaga chiqamiz. Ana obunachilarimiz kimga mashina olamiz? Mana shu ikkovimiz olamiz. Ikkovimizga bittami yo ikkitami? Ikkita yangini puliga ikkita. Ha, bo'ldi. Xudo xolasa olamiz. Sog' bo'ling, salomat. Rahmat sizga. Navbatdagi Damas'imiz Damas 2 oq rangda 2024-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Aka 24 ga 25 emas, ha? Chista 24 mi? 24. Kraskalariga nima deymiz? 100%, ha? Kelib ko'rib, tekshirib, ha? Xo'p, 12 lik zavod diskalar, mягкий bomlar holati o'rta holatda ekan. Orqonlar tonirovka vetrovkalari bor. Chunkalari yo'q. Zavod obshivkalarida chiquvlari ham zavod demoqchi edim, bitta mana shu pastga yechilgan ekan, pom chiquvlari ham bor. Polik, rezin poliklarigacha bor. 26 ming yurgan ekan mashinamiz. O'ynasida zavodskiy defekt menimcha bo'lsa kerak, shu tagiga qaynagan joylari bor ekan. Stoykalar polni koja, patologlarga material tortilgan kojinni. Motor korobka moslari hammasi cho'tkimi aka? Gazi bormi? Metan gazlari bor. Sen ideal holatda desak ham bo'ladi do'stlar. 4 ta agar 13lik karmetal diska bo'lsa qo'ysa bo'ldi. Metan gazlari, yon holatlari. Orqa salon holatlari. Birkas ko'zdan tagida qolgan ekan. Yigirma to'rt. Aka qayerda mashina ekan? Samarqand Bulung'urda mashina. Narxiga kelsak 7100 dollar o'tib berasiz. Narx pullar bilan kelsa bir 6,5 lardan bir boshlab ko'rsa. Yo'q, 6750 so'rayapti. Bermayapmiz. Qo'shsa keyin gaplashamiz. 6,5 lar bilan kelsa bo'lmasa kelishib olarmiz. Yo'q, 6,5 yo'q. Endi 100-200 ni kelishib olarmiz. 750 larga kim so'rayapti? Shu yerda bir ikkitalar so'rayapti. Toshkent odam bilan gaplashib ko'ramiz, ha, qisqasi. Bo'lmasa 6800 ga olib ketsa bo'ladi. Ko'ramiz aka, muammosiga qarab. Yetmaganiga variantga qanday ilojlarimiz bor? Sad bo'lsa kutamiz, 15-20 aka. Bir oygacha ilojini qilsa bo'ladimi? Bir oygacha ilojini qilsa bo'lar ekan. Do'stlar, avtokreditga ofisimiz bor. Sizga farqi yo'qmi? Narx sanab beraveradi. Goodcars ofisimizga ham bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Telefon raqamingizni ayting aka. 99lik 99lik kod 048 048 1908. 1908 telefon raqamlariga aloqaga chiqib, mashinani ko'rib, yana savdolashib olamiz do'stlar. Navbatdagi Damas'imiz Damas 2 qaymoq rangda 2016-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Kuzov ham, dokument ham 16. Aka kraskasiga nima deymiz? Kraska petlar aka, boshi kasalari. Foizi 25% bo'ladi. 25% petnolari bor. Kelib ko'rib tekshirib olamiz. 12 lik zavod diskalar, mягкий balonlar holati o'rta holat, mягкий GoPro balonlar turibdi. Orqonlar tonirovka, krom vetrak bor. Chunkalari yo'q. Zavod obshivka, polik, rezin polik, chixol barlari bor ekan, rollarda ham chixollari bor. 159 ming probek. Patologlarga kojli material tortilgan, stoykalar toza holatda. Motor korobka mostaki. Korobka motor so'raman. Hech qayerda muammo yo'q. Gazlari metan. Oladi, minadi. Ha, tagdagi powernikchalari ham ishlaydimi aka? Ishlaydi, ulash kerak-da. Ha, ikki yonga cho'padigan, ha? Avarinka, davarasligan emas. Xo'p, metan gazda trassaga olib chiqib bitta test drive qilib ko'rib, ha? Bemalol. Mashinamiz yon holatlari. Oyoq qo'yadigan dugalari bor. Orqa saloniga yetib keldik. Oltisi 3 ay deb qolibdi do'stlar. 20 borman. Bu qayerda mashina aka? Pastlarg'omda mashina. Bo'lmasa o'sha yerga trassaga chiqarib haydab ko'ramiz, ha? Olaman deb kelishsa, bemalol haydab ko'ramiz. Korobkalari zo'r ekan. Narxiga kelsak, 4800 so'rayapmiz kelishdi. nimaga bola? Ya, nasıl?
2016'lar narx shu bo'lyapti endi 5000 ham deyapti bir xillar. 4300 so'rizlar bilan kelaversinmi aka? 500 ga beramiz. 500. 4,5 ming ko'nglingiz. Yana kelishsa kelisharmiz, ha? Telefon ochamiz. Nasiyasiga nima deymiz? Yetmagani bir oy qarab turamiz. Bir oygacha yetmaganiga iloji bor. Telefon raqam 99lik 99lik kod 261 261 0966. 0966 telefon raqamlariga aloqaga chiqib, mashinani ko'rib, yana savdolashib olamiz do'stlar. Navbatdagi Damazimiz Damas'ga qaymoq rangda 2013-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Kraskasiga nima deymiz aka? Bagajda ustida bor, ichiga o'tmagan. Bitta orqa bagajda. Bo'ldi. Qolgan joyga javob. Kelib tekshirib olib ketasizlar do'stlar. Xo'p, 12lik zavod diski balonlar holati o'rta. Orqalarimiz tonirovka. Shumka bor. Shumka polnimi aka? Polni shumka qilingan ekan. Zavod apshikalarida polik, rezin polik, chixol, yo'llarda ham chixollari bor ekan. 314 ming probegda. Kataloglar hozirda material tortilgan. Aka motor korobka mosti. Gazi. Gazichi? Metan gaz. Hamma joyga javob. Kelib ko'rib tekshirib olamiz do'stlar. Orqalar fon tonirovka. Bitta bagaj ustida kraska bor deyaptilar. Yana kelib ko'rib tekshirib olamiz. Metan gazimiz. Ustalar bilan kelib tekshirib qo'yadigan degalari bor. Orqa salon holatlari. Xo'p, birkalari ham tirik joyda turibdi. Aka qayerda mashina? Payariqda mashina. Narxiga kelsak. 4,5 deb turibmiz, o'tamiz. 3,5 bilan kelaversinmi? Narxni sindiramiz deydi-yu. Qobil Narzullayev. 3800 ga olib ketaversin, ha, bo'lmasa. Yili nechi? Qarang, 3800 bilan keladi. Yo'g'ini kelishib olamiz-da, bo'lmasa. Nomilasi to'g'ri kelsa olib ketdi. Variantga yetmagan nima qilamiz aka? Kutamiz biroga. Bo'lmasa 3000 bilan kelaversan, qolganini birovga qilib berasiz-da. Telefon raqamingiz 93lik kod 232 28 78 telefon raqamlariga aloqaga chiqib, mashinani ko'rib, yana savdolashib olamiz do'stlar. Navbatdagi Damazimiz Damas 2 oq rangda 2010-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Kraskasi eshikda bor. shofer eshikmi? Yo'q. Passajir o'rta eshigida. Boshqa joyga yo'qmi aka? Almashganmi, ustiga sepilganmi? Ustiga sepilgan. Xo'p, ko'rib chiqamiz. 13lik yevro diskalar, mexika balonlar holati o'rtadan sal pastroq, kalpak taqilgan. Tonirovka bor. Shumka yo'q. Zavodga o'xshash kojin apshifkalar, laminat tortilgan, polik, rezin polik, chixol barlari, torpeda rollarida ham chixollari bor ekan. 172 ming probek, patologlariga ham kojin material tortilgan ekan mashinamizda. Aka motor korobka mosti. 80-90 yuzlarda muammo yo'qmi? Gazi bormi? Propan gazda. Mignite. Anlar qo'yilgan, zadniy stoplar ham qolgan. Qora Mignite yangi anavlardan chiqyapti. Xo'p. Mayda propan gaz bilan qo'yilgan, gulishturlar kesilmagan. Ishimiz yon holatlari. Xo'p, berkalar joyda turibdi. Aka mashin qayerda ekan? Astarg'omning mashini. Narxiga kelsak, 4200 deyapmiz. o'tamiz, ha? O'tib beramiz. Naqd pullar bilan boshlasak bir 3300 lardan aka, naqdga. Shitirga deydi-yu.
3,5 so'rayapti aka. Bozor 3,5 so'rayapti. Kelisha olmayapsizmi? Bo'lmasa 3,5 bilan kelsa, yo'g'ini kelishib olamizmi? Kelishamiz. Qanaqa variantlar qilib bera olamiz aka? Naq kerak aka bizga. Faqat naqd. Kutolmaymiz. Shu 15-20 kun kutib turamiz. Ha, ja iloji bo'lmasa shu 15 kun, bir 20 kungacha. Pul emas, 5-10 million qolsa. Aha. Bo'ldi. Telefon raqamingizni ayting. 95lik 95lik kod 241 241 41 41 95. 95 telefon raqamlariga aloqaga chiqib, mashinani ko'rib, yana savdolashib olamiz do'stlar. Navbatdagi Damas'imiz Damas 2 qaymoq rangda 2009-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Kraskasi bormi aka? Bor aka. Qancha foizli? 15-20% bor. 15-20% kraskalari bor ekan, kelib ko'rib yana tekshirib olamiz. 13lik Euro diskalar, mexki balonlar yangi holatda ekan. To'rtalasi ham orqalar tonirovka, xromlari bor. Shumkalari yo'q. Kojin apshifkalarda polik, rezin polik, chixol barlari bor ekan, tarpida yo'llarda ham chixollari bor. 331 ming probek, bar qo'yilgan, patologlar kojin material tortilgan. Pioner kolonkalarigacha bor ekan. Motor korobka nosda aka. Kamchiligi yo'q. 80-90 yuzlardan oz yo'qmi? Gaz qo'yilganmi? Gaz metan. Metan gaz qo'yilgan. Boshimiz yon holatlari, orqalar qon tonirovkada. Qo'llari shumka hammi? Qo'llari shumka qilingan ekan. Metan gazlari. Shuni kelib ko'rib, yana tekshirib, haydab bemalol olib ketsa bo'ladi, aka. Shunday. Shu yon holatlari. Eshigini yopamiz. Aka bitta qo'shib turasiz, bitta eshigini yopaylik. Yon holatlari. Xo'p, orqa salon holatlari. Lirkalarigacha turibdi 2009. Aka mashina qayerda ekan? Jomboynik aka. Samarqand Jomboyda mashina narxiga kelsak. Narxi 4200 deyapmiz aka. 4200 baland emasmi aka? 4200 ga odamlar 17-18 lardan beryapti. Shunday endi bozor. Kami bor kelishamiz aka. Xo'p, naqd pul bilan kelsa bir 3300, 3400 lardan boshlasak. 4000 oxirida. 3,5 larga ham kelisha olmaymizmi? Lekin 4000 baland aka. 4000 dan o'tib beraman desangiz agar telefon qilib kelishadi. O'tib beramiz aka. 4000 dan o'tib berasiz bo'lmasa. Yana kelib ko'rib savdolashib olasizlar. Bo'lmasa 3,5 larga iloji yo'q. Yo'q. 4000 dan o'tib berasiz. Telefon raqami ayting. 90lik 90lik kod 455 455 69 19. 69 19 telefon raqamlariga aloqaga chiqamiz do'stlar. Qanaqa variantlarda iloji bor aka? Faqat naqd aka. Faqat naqdga ekan. Qiziqqanlar aloqaga chiqamiz. Navbatdagi Damas'imiz Damas 2 qaymoq rangda 2008-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Kraskasiga nima deymiz aka? Oldida bor. Oldimi o'rtada? Ha, bu. Boshqa joyda? Boshqa joyda bir ikkita joyda bor. Petno bor. Foizga hisoblasa qancha foiz deysiz? 20% deydi. 20% deymiz bo'lmasa. Xo'p. Oldida bor ekan, qolgan joyda mayda-chuyda petnolari bor. 13lik karmetal diska balonlar, mexki balonlar, to'rtalasi ham yangi balon ekan. Ishlari ham traktorda balonda. Xo'p, orqalar tonirovka. Shumkalari yo'q. Kojin apshifka, polik, evakor polik, chixollari bor ekan, rullarda ham, patologlarda ham material tortilgan, bar qo'yilgan, pioner kolonkalari bilan 363 ming probek. Aka motor korobka mosti. Mosta 80 dan keyin ovoz bor ekan. Korobka yaxshi. Aha, mashina ham holatlari. Gazichi aka? Gazi metan. Metan gazda mashinamiz. Mostida 80 dan keyin ovoz bor ekan do'stlar. Yana kelib ko'rib, tekshirib, haydab ko'rasiz. Orqalarida metan uchun listam qo'yilgan. Mashinamiz yon holatlari, chiziqlarida yana kelib ko'rib tekshirib olamiz. Yılı neçeye? Neçe? Gör şuraya. Xo'p, birkasini yarim bor ekan. Aka mashina qayerda ekan? Mashina qayerda ekan?
Samarqand shahrining Samarqand shahrida mashina hozir o'rlarga borib savdolashamiz. Aka mashina qayerda ekan bitta sherga bitta anaqa qilib savdolashib. Yangariq. Samarqandniki mi? Samarqand Yangariq. Narxiga kelsak. Narxiga 4 yo'qmi? O'tamiz ha? Kechda beraman. Naqd pul bilan kelsa bir 3300 lardan boshlasak. Shteriga shunday sanab beradi, olib ketadi mashina. To'rtdan birini o'tib beraman. Kechtirib. 3300 dan yo'q narx emas. Uchanlarga ketsa bo'ladimi aka? Kelishsa bo'ladimi? Necha kelishadi? Telefon qilib kelsa kelishamiz ha? Kelishadi. Telefon raqamingizni ayting aka. 99lik 99lik kod 575 575 30 30 21. Telefon raqamlariga aloqaga chiqib, mashinani ko'rib yana savdolashib olamiz do'stlar. Qo'lni shumka. Navbatdagi Damazimiz 2023 ga 24 ekan. 24 kuzov, 23 dokument. Xo'p, aka kraska bormi? Top-toza. Standartmi yo'q? Xo'p, zavod diska ballonlar turibdi. Oyna orqa o'yinlarimiz tonirovka, polni beton shumkada ekan. Kojinni apishkalarida polik, rezin polik chixollari bor ekan. Patologlarga ham kojinni material tortilgan. Pioner kolonka barlar qo'yilgan. Xo'p, 12 ming yurgan ekan mashinamiz, yo'llarda chixollari bor. Gaz qo'yilganmi aka? Ha, propan. Propan gaz qo'yilgan. 4 ta karmetalcha yo yevro balloncha qo'ysa o'zgaradi-a mashina. Telefon bo'lsa-ku Yangi mashina 12 ming probek. Mayda propan gaz ballon qo'yilgan, gulishtirlar kesilmagan. Yon holatlari 90% ga tayyor Damas do'stlar. Xo'p aka, qayerda mashina? Shaharnikimi ham? Samarqand shahrida mashina. Narxiga kelsak. Narxi 7,5 kami bor. 7,5 ming dollar o'tib beradigan joyimiz bor. Bor. 7,5 dan bo'lsa agar 7 dan o'tamizmi aka? Bir 6500 lardan boshlaymiz-da bunga endi. Iya. Tayyor qo'lni xarajati qimmat. Chiqol. To'g'ri, hamma xarajat qilingan, shu 4 ta karmetal diska baloni qolgan ekanda qisqasi. 7,5 bersa karmetal diska bilan yangi qo'yib beraman. Yo'q, karmetal diska balon kerak emas. Narxini o'zi shu holatiga kelishaylik, keyin uni telefon qilishsa variantni keyin gaplashib 300 ko'raman. o'tib beraman. 7 dan o'tib bering aka, u balon aytyapsiz-da. Endi mashinam zo'rda, generalni ham bo'ladi, ahvolni ham любой dokumentiga muammosi yo'q. Xo'p, 7 dan o'tib berasizmi, shunisini ayting. Iya. Asroq qilib ayting aka. 7100 bo'lsa beraman. Oxiri bo'lishi shu. Kelishsak 7 larga mo'j kelisha olamiz, ha? Telefon qilsang gaplashamiz. Agar xohlasa 4 ta karmetal diska balon qo'shib beramiz, 7,5 bo'ladi. 7,5 bo'ladi. Yangi xohlagan diska balonni olib beraman karmetalni. Xo'p, telefon raqamingiz 98lik 98lik kod 3 111 70 80. 70-80 telefon raqamlariga aloqaga chiqib, mashinani ko'rib yana savdolashib olamiz do'stlar. Navbatdagi Damazimiz Damas 2 oq rangda 2022-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Kraska yo'qmi aka, bormi? Kraska top-toza, javob. Petnoy ham yo'q. Yo'q. 13lik Vossen diskalar, mягкий balonlar holati o'rtadan sal yaxshi holatda ekan, tonirovkalari bor. Shumka polni. Qo'llarigacha. Qo'llarigacha shumazalatsa ekan, zavod apshikalar, pioner kolonka, pulti ham bormi aka? Bulut hamma narsa bor. Pulti ham bor. Polik, rezin polik, kojinni chixollar, patologlarga ham kojinni material, barlarda ham kattasi qo'yilgan ekan, Mers rul. Mers deflektor, Tesla monitor. Hamma narsa bor ekan, konditsioner ham qo'yilganmi deyman aka? Yo'q. 64 ming probeg, u shamol beradiganlar ko'p ekan-ku, o'shanga aytyapman. Motor korobka most. Zo'r. Kamchilik yo'q. Olasiz, minasiz. Gazichi aka? Metan. Metan gazda. Polni shumka ekan mashinamiz. Pollarigacha. Metan gazimiz. Shu yon holatlari. Xo'p, orqa salon holatlari. İşte keyin o't kolonka ham qo'yilgan ekan mashinamizda. Filtri ham bor, original. Ha, barda ichigami aka filtr? Video registratorlari ham bor ekan, stoykalariga baho beramiz.
Maza qilib menar ekanda olgan odam ha? 22 ga 23 ha? Ha. Xo'p, aka qayerda mashina ekan, narxiga kelsak. Shaharda mashina. Samarqand shaharda mashina, narxi. 7300. Balandku? Hamma narsasi borda, xarajat yo'qda zaten. 6,5 larga kelisha olamizmi? Yo'q, to'ppa to'g'ri bo'lsa beramiz 7 ga. Bir nima o'taylik aka? Yo'q, aka. Bo'lishi. Real olaman deb kelsa o'tarmiz. Bir hech bo'lmasa $100. Yo'q. Xohlasa generalni, xohlasa oformib qilamiz. Taqalishi yetdimi aka? 7 bo'lsa berib yuboramiz. Xo'p, telefon raqamingizni ayting. Telefon raqam 98lik 98lik kod 3 111 70 80. 70-80 telefon raqamlariga aloqaga chiqib, mashinani ko'rib yana savdolashib olamiz do'stlar. Navbatdagi Damas'imiz Damas 2 oq rangda 2022 ga 23 ekan. Kuzov 23. Kraskalari yo'q dedingiz aka? Ha, top-toza. Kraskalari toza holatda ekan. Xo'p, 13lik karmetal diska balon, archa balonlar qo'yilgan, yaxki yangi holatda, tonirovka polni ruxsati yo'q ekan. Shumkalari yo'q, zavod apshivkalarda polik rezin poliklari bor, chuqurlar ham zavod holatda, patologlari ham standart holatda turibdi. Rullarda chuqurlari bor. 25 ming yurgan mashinamiz. Bitta metan gazi bor dedingiz a? Ha, metan bor. Metan gazi bor ekan mashinamiz. Yon holatlariga bitta baho beramiz. Kuzov 23. Samarqand shaharida mashina. Ha. Narxi aka. Narxi 6900 kami bor. $6,900 o'tib beramiz deng a? Ha. Shtriga 6,5 ga olib ketsinmi aka? 6600 bo'lsa beramiz. Oxiri generalni ham bo'ladi, oformit ham bo'ladi. Hujjatda muammosi yo'q. Probeklari ham halol, hamma joyi. 6500 ham yomon narx emas aka, shuncha gapga javob deydi-yu. Aka, nech bo'ladi? 6600 taqalishi, yana telefon qilishsa kelishamiz. Yo'q, bo'lishi. Bo'lishimi? Xo'p. Bo'lishi. Telefon raqam. Avtokreditga ofisimiz bor, farqi yo'qmi sizga? Farqi yo'q. Goodcars ofisimiz. Qilaversin. Bo'ldi. Goodcars ofisimizga murojaat qilasizlar. Mana shu videoga olib borayotgan qaysi bir mashinani farqi yo'q, Luboy mashina yili 18 dan tepa bo'lsin bo'ldi. 18 dan 18 dan yuqori. Bo'lgan mashinalarni barchasini avtokreditga chiqaramiz. Aka telefon raqamingiz. 98lik 98lik 3 111 70 80. 70-80 telefon raqamlariga aloqaga chiqib, mashinani ko'rib yana savdolashib olamiz do'stlar. Navbatdagi mashinamiz mikroavtobus Faton ekan. 2013-yilda ishlab chiqarilgan oq rangda. Xitoy mashina aka? Kraskalari bor ekanmi? Yerda bo'lmasa pashti yo'q. Foizi qancha shu brekterlarda petonlari? Shu bagaj bitta bor, bu yoqlarda yo'q. Xo'p, o'zini zavod diskalarida mexi balonlar pashti yangi holatda ekan. Qalpoqlar taqilgan. Nechta odamgacha ruxsat D kategoriya kerakmi aka? Ha, da kerak 15 ta. 15 ta odam tashlaydi, ha? Xo'p, polik chuqurlari bor ekan. Qancha yurgan? Qarang. O'zi yurganini bilasizmi? Motor, korobka moslari Yaxshi, zakonni, korobka, motor, metan, ikkita omil ishladi. qisqasi xarajati yo'q, ha? Yo'q. Mana shu mashinaga, shunaqa mashinalarga qiziqadigan akalar bo'lsa, qishloq joylarda shaharga olib chiqishgami 15 ta odamgacha joy bor ekan. D kategoriya kerak do'stlar. Xo'p, aka qayerda mashina ekan, narxiga kelsak? Loyishtiga. Samarqand Loyishti mashina, narxini ayting. 5000 deyapsiz, kelishtirib beraman. 50 million so'mga bermadingiz, ha? Ha.
Olmuş bo'lsa beraman. 60 millionlar bo'lsa gaplashib ko'rsa bo'ladi. Yetmaganiga nasiyaga Agit kutamiz. kelishsa bo'ladi. Shu mayda ishxonalariga bo'lsa ham yaxshi ish ekanda shu yo'lovchilarda borib kelishga ishchilarda. Telefon raqamingizni qoldiramiz aka. Ayting. 93lik 93lik kod 995 995 54 89. 54 89 telefon raqamlariga aloqaga chiqib, mashinani ko'rib yana savdolashib olamiz do'stlar.